Hurmatli obunachilar, bizga elektromobil BYD keldi, E3 modeli. Buni akkumulyatorni alishtirib beryapmiz. Akkumulyator bulada ham zavod qilish uchun birinchi navbatda mana shu kerak. Mashina hozir okamlarga alishtirib beryapmiz. 10 yil uchun strafovkaga alishtirib tekshirib yuringlar, juda kerak narsa. Mana barta akkumulyatorni qo'yib beryapmiz. Mana shunaqa originallari kerak bo'lsa, pit stopga murojaat qilasizlar. Xo'p, sizda benzinli mashina bo'ladimi yo elektromobil bo'ladimi? Elektromobilda ham zavod qilib olish uchun mana shu akkumulyatorlar yaroqli bo'lish kerak. Buni har doim tekshirib yurishinglarni tavsiya qilamiz. Uzoq yo'lga chiqqaningizda pand berishi mumkin. Shu o'rinni yana eslatib o'tamiz. Mana bunaqa qo'shimcha signallarni kuchligini qo'ymasliklaringlarni tavsiya qilib qolardim. Shunaqa muammoli vaziyatga tushishdan oldin bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlarga adres tushuntirib o'tiraman. Xo'p, Qoraqamish 5A ko'chasi, bizning yonimizda Spectre Energy shoxobchasi bor. Yonida bizning do'kon joylashgan, pit stop. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin.